Assalomu alaykum akalar. Rishton tumaniga 2 kvadratli katta yo'limizni tayyorlab yetkazib bergandik. Kechagi kun ustanovka qilib tayyor qilib qo'yishgan ekan. Bir qator ko'rib bergani keldik. Miyalarni tekshirib sistemalar. Sistema samoxod sistema bo'lgan ekan. Zo'r. Metal turbada olib chiqib ketilgan. Kecha bir qator yoqib tekshirib isitib ko'rishibdi. Effekt zo'r deyishyapti. Mana eshiklari 4 qavat bo'lgan. 2 qavat 3lik listdan temirdan, bir qavati ichida azbest qo'yilgan. Mana bu yog'ida 1.08 listdan yana bir qavat. Uchkalari o'zi shu tortadigan, bosganda mahkam tortib qoladi. Kecha bir qator yoqib sinab ko'rishibdi. Effekt zo'r deyishadi mana. Mana shu yopilishini shoshib ko'ringlar mana. Shumka bo'lganda yopilishi. Xo'p, bunkerimiz 100 kilodan oshiq ko'mir sig'adi. 2 qop 3 qop ko'mirni bemalol oladi. Miya qismlari o'sha stabilizator komplekt. Bu miyasi revers qo'yilgan. Shinek tepaga pastga aylantirish imkoniyati bor. O'rtada turadigan bo'lsa neytralga bo'ladi. Shinek ishlamay turadi. Xo'p, buni katyolda aslida uzoqdan ko'rsatsam mana shu holatda. Ichi ham, tashi ham to'rlik listdan baquvvat qilib ishlangan. Agar zakaz bo'ladigan bo'lsa, buni motorda 12 emas, 220 ham qilib berilaveradi. Mana shu reduktordan bo'ladi. 220 motor qo'ysa imkoniyatimiz bor.